2026 Zenvo Aurora bu shunchaki superkar emas, bu haqiqiy tezlik afsonasi, zamonaviy muhandislik va dizayn san'atining eng yuqori choqqisidir. Daniyaning nufuzli Zenvo Automotive kompaniyasi tomonidan yaratilgan ushbu giperkar dunyo avtomobil bozorida yangi standartlarni belgilash uchun sahnaga chiqdi. Aurora nomining o'zi ham tong yog'dusi degan ma'noni anglatib, kelajak giperkarlarning yangi davri boshlanayotganini ifodalaydi. Zenvo Aurora ikki xil xarakter bilan taklif etiladi: Aurora Agil va Aurora Tour. Agil bu poyga ruhi bilan yaratilgan, trekda maksimal tezlik va burilishlarda mukammal nazoratni ta'minlovchi versiya. Tour esa yuqori tezlikda uzoq masofalarni yengil va barqaror bosib o'tishga mo'ljallangan bo'lib, hashamat va quvvatni ideal uyg'unlashtiradi. Uning yuragi 6,6 litrlik tor turbinali va 12 dvigatel bo'lib, zamonaviy gibrid tizim bilan birlashgani sababli umumiy quvvati hayratlanarli 1850 ot kuchiga yetadi. Bunday kuch Aurorani sayyoradagi eng qudratli yo'l avtomobillardan biriga aylantiradi. Dan 100 km/soatgacha tezlanishi 2 soniyadan kam, maksimal tezligi esa 450 km/soat chegarasiga yaqinlashadi. Bu esa har bir gaz berishda adrenalin portlashini his qilish imkonini beradi. Tashqi ko'rinishi esa haqiqiy futuristik yirtqichni eslatadi. O'tkir chiziqlar, agressiv old qism, ulkan faol orqa qanot va murakkab aerodinamik shakllar uni yo'lda ham, trekda ham hukmdorga aylantiradi. Karbon tolali kuzov avtomobilni yengil va o'ta mustahkam qiladi. Havo oqimini mukammal boshqarish esa yuqori tezlikda maksimal barqarorlikni ta'minlaydi. Saloni ichida esa sport va hashamat uyg'unlashgan. Premium charm, alcantara va karbon elementlar bilan bezatilgan interyer haydovchiga o'zini haqiqiy pilotdek his qildiradi. Raqamli boshqaruv paneli, aqlli multimedia tizimi